G'o'lji shahar Xanbang yezida o'ltirishliq taksi shofiri Sherali Muhammad Ali 2018-yili 11-oyda tutqun qilingan va 6 oydan keyin 16 yil 8 oylik kesib o'tilgan. Erkin Osiyo radiosi muxbirining aniqlashlari davomida bu yil 28 yoshga kirgan Sherali Muhammad Alining ma'lum bir atalmış qonunsiz diniy zotni mashinada ilib manganligi va o'zimi o zotdan diniy ta'lim olganligi uchun 16 yillik kesilganligi va uning navbatda Sheyxo turmusida jazo muddatini o'tayotganligi oydinlashdi. G'o'lji vaziyatidan xabardor kishilardan birining oshkorlashicha, G'o'lji shahrining Xanbang yezida taksivatchilik bilan tirikchilik qilayotgan Sherali Muhammad Ali 2018-yili 11-oyda G'o'lji shahar ichida taksi haydayotgan mezgilida soqchilar tarafidan tutib ketilgan. Oila a'zolari uning qaysi qamoqxonada yoki tarbiyalash markazida ekanligini surishti qilayotgan mezgillarda aholilar komiteti xodimlaridan uning 16 yil 8 oylik kesilganligi haqida ig'zoga uqtirish topshirib olgan. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda Uyg'urlarni turli bahonalar bilan yig'ilish lagerlari va turmalarga qamash bilan birga atalmış yordam berish nomida Xitoylarni ko'chirib kelishni kuchaytirdi. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, yaqinda 249 nafar Xitoy o'qituvchi Qumul viloyatidagi o'rta va boshlang'ich maktablarga o'rnashtirilgan. Xitoy bir tarafdan Sharq Turkistonda oliy maktab professorlari boshchiligida o'qituvchilar va ziyolilarni naq tutqun qilib jazo lagerlariga qamasa, yana bir tarafdan 10 ming o'qituvchi yordam plani nomida Xitoylarni turkumlab Sharq Turkistonga ko'chirmoqda. Bir necha hafta burun Xitoy hukumatiga qarshi da'vo ochganligi xabar qilingan Amerikalik advokat Larry Klayman bu qatim Xitoyning biologiyalik qurol ishlab chiqarish bilan ayblanish kerakligini o'ttirg'a qo'ydi. Advokat Larry tushuntirib mundaq dedi: Aloqador davlatlar ichida nopsi eng ko'p bir davlat maqsadli holda biologiyalik qurol yasab chiqdi va buning bilan dunyoni vabo qopladi. Xitoy kommunist hukumati xalqaro mahalliy sud mahkamasida bu jinoyat bilan sotlanishi kerak. Xitoy raisi Xi Jinping, Xitoy bexatarlik qismlari va Wuhan virus tadqiqot markazi 27 betli Xitoy Kommunist partiyasining insoniyatga qarshi qonunsiz biologiyalik qurol ishlab chiqarganligi nomli arzining asosli bosh jinoyatchisi qatoriga tizilgan. Yana bir tarafdan Turkiya Shirnak advokatlar jamiyatidan advokat Mehmet Eksen Kalkavaning Xitoy raisi Xi Jinping ustidan virusning tarqalishiga sal qarash jinoyati bilan shikoyat qilgan. Xalqaro pul fondi tashkiloti IMFning raisi Kristalina Georgieva yangi tipdagi Xitoy virusining tarqalishi sababidan yer shari iqtisodining eshishining bu yil manfiy songa tushadiganligini ta'kidlab mundaq dedi. Biz cho'ng kasatchilikdan bu yangi eng nachar iqtisodiy tarixga duch kelyapmiz. 2020-yillik atiyazlik uchirishdan ilgari Georgieva krizisga taqobil turish yer shari iqtisodining muhim nuqtasi nomli nutq so'zladi. O COVID-19 yuqumining tarixda misli ko'rilmagan darajada ijtimoiy va iqtisodiy tartiblarni qalaymi-qalashtirayotganligini ko'rsatib, tashlanadigan qadamlarning asliga kelish surati va kuchini belgilaydiganligini va kelar hafta o'tkaziladigan atiyazlik yig'inda bu masalaga ahamiyat beriladiganligini bayon qildi. Türkiye İçki İşler Ministri Süleyman Soylu xizmetidan istifa berganligini jakalagandan keyin Cumhur Reis axborot ishxonasi bayonot e'lon qildi. Bayonotda Soyluning istifosining Reis Erdo'g'an tarafidan qabul qilinmaganligi bildirildi. Bayonotda yana bir amaldorning istifa berishini o'zining ixtiyori, ammo oxirgi qaror prezidentimizga tava, Ichki ishlar ministrimizning istifosi qabul qilinmadi, vazifasini davomlashtirdi deyildi. Süleyman Soylu o'zining Twitter hisobida qilgan bayonotida juma kuni kechda 2 kunlik ko'chaga chiqishni cheklash buyrug'i e'lon qilingandan keyin yuz bergan voqealarni o'zining istifa berishining sababi sifatida ko'rsatgan edi.